Assalomu alaykum. Telegram kanalimiz, gruppamiz a'zolari yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana 18-yanvar sanasida ham pushti-xonim olmalarimiz, xudo xolasa mana juda ham chiroyli bo'lib, hech qanaqa baylab qo'yilmagan. Holatlarni ko'ringlar, turibdi. Kimga kerak bo'lsa ko'chatlari bor. Bundan tashqari Instagramga obunachilarimizga olma tarqatamiz deb qo'ydik. O'tib sizlar ham maksimalniy video silkasini tashab qo'yaman. Yozinglar, mana shu olmalardan xudo xolasa olasizlar sizlar ham do'stlar. Sog' bo'linglar, ko'chatlar kerak bo'lsa, albatta ishonchlilari bor. Kelaverasizlar, daraxt ustida serob bunaqa tuplarimizdan uzib yeb, yoqsa ko'chatdan ko'chirib beramiz, olib ketasizlar. Mana hech qanaqa sovuq ta'sir qilmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Munqaliylar. Ko'chatlarga adashmaymiz. Nav guvohnoma, sertifikatlari albatta dehqon bola fermer xo'jaligi tomonidan yozib beriladi. Nechta ko'chat olishingiz